Bismillahirrahmanirrahim. Güzel maqtaşları bütün alemlerinin perverdigarı Allah Teala'ga durut ve salamlar peygamberlerinin sardarı Muhammed Aleyhisselam'a olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli qarindoshlar, İslamda qo'shnidarchilik nomli programmamizga diqqat e'tiboringlarni berganinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men qarindoshlar Obul Qosim Ahmadi bo'laman. Programmamizning aziz mehmoni Ustoz Sirajiddin Azizi bo'ladi. Bugungi bu programmamizda qo'shnidarchilikdagi haq-huquqlar ustida to'xtalmoqchimiz. Ustoz Sirajiddin Hacim bugungi kunda kishilarning qo'shnidarchilik masalasiga nihoyat sil qarayotganligini ko'ryapmiz. Vahalaniki İslamda qo'shnidarchilik masalasi nihoyat muhim masala edi. Shunga xalqimizga bu masalani bir oz yuritib bergan bo'lsalar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mursalin. Amma ba'd. İslamdaki qo'shnidarchilik masalasi haqiqatan musulmonlarga nisbatan, balki butun insoniyatga nisbatan eng muhim masalalardan birisi. Qo'shnidarchilik inson hayotida davomli duch keladigan va hayotida davomli hayotning oxirigacha yashaydigan bir masala. Bunun qarta biz endi İslam nuqtai nazaridan qo'shnidarchilikning ahamiyati va bu vaqtda to'xtalish yaxshi bo'ldi. İnshaalloh imkoniyatning biricha bu vaqtda tafsiliy to'xtalishga tirishimiz. Endi qo'shnidarchilik desak, qo'shni haqqi, qo'shnidarchilik buni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda mashhur oyatda A'udhu billahi mineşşeytanirracim ve'budullaha ve la tushriku bihi şey'en ve bil valideyni ihsana ve bidil qurba vel yetama vel mesakin vel cari dil qurba vel caril cunubi ve sahibi bil cemb ve ibnis sebil ve ma meleket eymanukum degan oyatda ochiq oshkorlagan. Yani başta Allah subhanahu taala insanlarni o'ziga ibodat qilishga, shirk keltirmaslikka, ota-onaga yaxshilik qilishga va shuning bilan birga o'zining tuqqanlarga yaxshilik qilish, yetim, miskinlarga yaxshilik qilish va yaqin tuqqan qo'shni va tuqqan bo'lmagan qo'shnilarga yaxshilik qilishni Qur'oni Karimda tavsiya qildi. Yani bu tavsiya endi demak insonga boshda ibodat qilish, shirk keltirmaslik, tuqqanga yaxshilik qilish va qo'shnidarchilikqa ahamiyat berish deb qo'shnidarchilikni bu silsila bo'yicha olib kelishi islomda bu qo'shnidarchilikning naqadar muhimligini ko'rsatdi. Endi hadislardami ko'p yerlarda bu qo'shnidarchilikni ko'rsatgan. Endi qo'shnidarchilik desak, qo'shniga yaxshilik qilishni asosiy maqsad qilinadi endi. Qo'shnilarga yaxshilik qilish bo'lsa, ularni muhabbat qilish, ularga imkoniyat va qo'ldan kelishicha yaxshilik qilish, ularning dard alamlariga hamdam bo'lish, ularning xushalligiga birga xushallik izhor qilish va g'am qayg'ulari bo'lsa, uni birga tartib berish va imkoniyat va onunla bir melhem buluşunu talep kıldı. Yani qo'shnidarchilik desak, qo'shnidarchilikda her qachon insonning bir ehtiyoji tushadi qo'shnining qo'shniga. Bu ehtiyojni hal qila olsak, qo'shnidarchilikning haqqini islom shariati va insoniyat prinsipi bo'yicha ado qilish biz musulmonlarning majburiyatimiz. Endi men jamiyatda ko'rayotganim bulup bazı qarindoshlarninki o'zimizning jamiyatdagi odatdagi odamlar olmaydi. Uningki jiq islohotni yapishimiz to'g'ri keladi. Ammo eng yaxshi deb tanilgan qarindoshlarimizninki ba'zi uylarga ziyorat qilish to'g'ri kelgandimi, ishning oldilariga shunda bir narsalarni qo'yib olgan, yo'llarni etib olgan qo'shilninki, ya endi shu uyni tipni kiralab olgan kishi o'lgan, uyni egisi olgan bo'ladi ekan. Ammo ishning oldilariga bugun bizning uyga olsam mashinaning chaqilaridan tortib, yo'ldagi taxta, yog'och, kerak kelmaydigan narsalarning hammasini qo'yib, o'zining qo'shnisiniki chirib chiqadigan yo'lning yetib olgan holatlarni ko'ryapman. Meningcha bu masala albatta qo'shniga aziyat qilganlik, qo'shnining haqqiga ado qilmaganlik bo'ladi deb qarayman. Bu vaqtda yana biroz yo'ritib bergan bo'lsa, qo'shniga ozor bermaslik degan bu keng uqum. Bundaydek bir binada bir qancha adam o'ltiradigan bo'lsak, shu qo'shnilarning bütün ko'ngliga yoqmaydigan hech qanday ishni qilmasligimiz lozim. Sil degandek bir binada bir qancha adam o'ldirsa, bu binodan kirib chiqadigan ig'izlari, pastaqlar, bular hammasi umumning haqqi. Bu umumning haqqi bo'lgan o'ringa akilib, o'zi xohlagancha axlat chavalni tashlab, ba'zilari mal duylab,
ba'zanlar to'suvlib qiladigan bo'lsa, bu qo'shni haqqini berganlik emas, qo'shniga azor berganlik. Endi xususan islom dini insonni tozalikqa, pokizlikqa, tartib intizomga va insonning bir ruhiy kayfiyatini buzadigan har qanday ishni cheklaydi endi. Undan bo'lgandan keyin biz bir mahallada, bir binoda o'tirgan qo'shnilarimizga har qanday bir azor beradigan, ularning ko'ngliga keladigan yoki ularni siqib qo'yadigan ishlarni qilmasligimiz kerak. Shu sababdan binoda o'tirsak, u binoning yo'llarini aytib pokiz turish ve hatta bizning binodagi balchaqisi va insonlarmi endi shu balchaqalarining ba'zi qalaymagan ba'zi ishlari yoki kichik bolalarning harakatlari bo'lsa, uning qattiq bo'lib ketmay, uning o'z loyiqida muomala qilib, iloji va qo'shnining ko'nglini og'ritadigan ishlarni qilmasligimiz lozim. Endi bu qo'shni haqqi desak, qo'shni haqqi nihoyat ko'p, doirasi bek keng ekan. Endi qo'shnilarga bu azor bermaslikning ustiga yana qo'shnilarni davomli yo'qlab turish, qo'shnilarning orasidagi munosabat, muhabbat yaxshi bo'lish lozim. Qo'shnilar kasallik qolsa yoki bir munosabat bo'lsa, ularni yo'qlash kerak. Davomli ular bilan berib kelish, badikalda qilish lozim. Endi ba'zi biz bilib inson hayron qoladigan yerda ba'zi bir binoda qo'shnilar bor. Qo'shnilar hammasi bir jamoat, masalan, hammasi Uyg'ur desakmi, ba'zi oylab kurashmaydigan, oylab kirib chiqishmaydigan, hatto bir qo'shni yo'qolib ketsa, hatta 10 kun yo'qolib ketsa, bu ne ketdi, nima ish qiladi, buni so'raydigan ish yo'q. Bu islomning haqiqiy ruhiga zid ish. Endi bir qo'shni yo'qolib ketgan bo'lsa, yoki bir 2 kun ko'rinmasa, albatta bir sabab bo'ladi endi unda. Ya kasal bo'lib yetib qoldimi, ya bir musibat keldimi, nima ish bo'ldi, buni yo'qlash lozim. An haqiqiy biz qo'shnilarchilikning haqqini bergan bo'lamiz. Qo'shnilarchilikning haqqilarining ichida haliqidek bir-birini ziyorat qilishning sirtida o'zaro badikalda qilish, chiqib kirish, ya hadiya, sovg'atlarni berib turish, hatto uyda tamoq assak, tamoqni vaqti-vaqtida ularga yetkazib turish, almashtirib turish, bu hamda qo'shnilarchilikda eng muhim masalalardan birisi. Yana bir muhim masala, endi qo'shni desak, qo'shni degan xuddi bir oila o'xshash bo'lib qoladi endi. Davomli eshikdan chiqsak qo'shni bilan yuzlashimiz, eshikdan kirsak qo'shnilar bilan yuzlashimiz. Bunda bo'lgan ekan, biz endi qo'shnilarning mayli ichki va mayli boshqa normal sirlarini yaxshi bilamiz. Shu qo'shnilarimizning endi biz sirlarini bilganligimiz, u qo'shnilar bilan bo'lgan munosabatimizning kuchli ekanligi va bu qo'shnining bizga bo'lgan haqqi shu qo'shnining sirlarini boshqaga yetkazmaslik, sirlarini saqlash va bu hamda qo'shnilarchilikdagi eng muhim masalalardan birisi deb qarayman. Haqiqatan Peygamber Sallallahu vaqtida ait ko'p hadislari va shunda qo'shniga azor bergan inson mu'min emas degan hadislar bor. Yana Peygamber Sallallahu bir hadisida shunda o'zi to'q yetib, qo'shnisi och yotgan va shuni bilgan odam mu'min emas degan mashhur hadisi bor Peygamber Sallallahu. Bunda bo'lgan ekan, biz qo'shnilarchilikqa aytishga ko'p ahamiyat berishimiz lozim. Endi bu yerda yana bir nuqta, qo'shnilarchilikda qo'shnining musulmon kofirligini mi islom dini o'ningda o'z loyiqida muomala qiladi, hatto bizning musulmon bo'lmagan kofir qo'shnimizga mi qo'shnilarchilikning haqqini ado qilishni talab qiladi. Qur'oni Karimning hukmi shu, Payg'ambar sollallohu hukmi shu. Shu bu masalada Payg'ambar sollallohu hadislari ayt ko'p. Haqiqatan yuqoridagi oyatda Alloh taolo Allohga hech qanday shirk keltirmay, Allohga ibodat qilish va buyurib, anandan keyin bu urug' tuqqanlarga, ota-onalarga yaxshilik qilish, ihson qilishdan keyin bu qo'shnilarchilikni tavhidga qatorasida zikr qilganlikning o'zimi aql egilik bir ishora chiqardiki, bu qo'shnilarchilik haqqininki haqiqatan muhim masala ekanligi, buning sal qarasi qat'i bo'lmaydiganligi ma'lum bo'lib turdi. Afsus, endi shunda jamiyatimizda bu qo'shnilarchilik masalasi nihoyatda sal qarilib kelyapti. Kishilar bunga yaxshi muomala qilmay, qo'shni bilan bo'lgan munosabatni hatta bunda haqida qo'shnilarchilikda bu Abdullah ibn Amr degan sahabining bir Yahudi qo'shnisi bor ekan. Bu sahabiga bir qo'y bo'g'izlanib, bolalari qo'y bo'g'izlab kelibdi. Shu qo'ydan u sahabi bolalarga bu bizning Yahudi qo'shnimizga qo'ydan go'shtini hadiya berdingmi deb so'ragan ekan. Deb bo'lib u kishi deganki, men Payg'ambar islomdan
shundoq davomliq menga deganni angladimki, Jibril alayhissalom menga shuni vasiyat qildiki, qo'shniga yaxshilik qilgin deb payg'ambar alayhissalomga Jibril alayhissalom davomli qo'shniga yaxshilik qilish haqida tavsiya qiladi ekan. Hatto men shundoq gumon qilib qoldimki, Alloh menga shu qo'shni mendan meros oladigan bir yerga yetilgan o'xshaydi, qo'shniga meros tegadigan o'xshaydi deb qolatdim. Shu darajada qo'shniga yaxshilik qilishni buyurdi deydi. Endi bizimizning Yahudi qo'shnimizga qo'y o'ltirsak, uningdan hadiya berish islomda talab qilingan ekan, albatta bu qo'shnining mayli fosiq, mayli bir yomon ishlari va axloqi buzuq, qalaymagan qo'shnilar bo'lsin endi. Biz qo'shnini davomli o'zimiz xalab biz o'lcham bo'yicha qo'shnilarchilik bo'lmaydi. Qo'shnilar yomon chiqib qoladi, axloqsiz chiqib qoladi. Shunday bizga har xil aziyat yetkazadigan chiqib qoladi. Ammo biz shularning hammasini ko'tarib qo'shnilarga biz yaxshilik qilsak, bu haqiqiy islomning ruhi bo'lgan bo'ladi. Shu asosda endi qo'shnilarchilikqa qarata bu xususan bizning vatanlarimizdagi qo'shnilarchilik masalasi shu endi. Ko'p insonlar islomdan yiroq. Bizning Uyg'ur qo'shnilarimiz muamda ba'zilari namoz o'qimaydigan, axloqi nachar yoki boshqa bir insonlar. Endi biz shu qo'shnilarchilik orqali o'zimizning axloqimiz orqali ularni shu bizning go'zal islom dinimizga tashabbus qilish, bizning axloqimiz orqali ularni bizga tarafga chaqirish va islomga moyil qilish bizning majburiyatimiz. Bunday ishlarni biz qilolmasak, bizda qo'shnilarchilik uyoq tursin, islomning haqiqiy ruhini o'zlashtirolmay qolgan bo'lamiz. Payg'ambar alayhisolamning bir hadisida "Men kan yu'minu billahi vel yawmil akhir falyuhsin ila jarihi." Bu muttafaqun alayhi hadisken. Yani Allah'a ahiret günüge imanı ba adam o'zining qo'shnisiga yaxshilik qilsin. Bu yerda iymon bor deb biz iymonimizni da'vo qildik ekanmiz. Qo'shnimizningki mu'min bo'lishidan shart etmadi. Qo'shnimizning taqvo bo'lishidan shart etmadi hadisda. Bizning o'zimizning iymoni bo'lsa, Allohga iymonim bor, oxirat kuniga iymonim bor deydigan odam bo'lsa, qo'shnimizning axloqi, o tarbiya surishdan basini o'g'linga yaxshi muomala qilishga biz buyurildik. Uning ichki hisobi Allohga bizning qo'limizdan kelish, nasihatimizni o'z qilish, uning ayblaridan ko'z yumish albatta bizningki musulmonlarningki Alloh tarafidan bo'lgan majburiyatimiz. Shunda. Endi bu yerda yana bir Payg'ambar alayhisolamning yana bir hadisi bor ekan. Endi bu qo'shnilarchilikda endi biz qo'shniga qarata bir gunoh sodir qilsak, bu boshqa kishilarga qilgan gunohdan natijasi ko'p bo'lganligini ko'rsatildi ekan. Ya'ni qo'shniga qilingan gunoh boshqa normal odamlarga qilingan gunohdan natijasi yomon deydi. Payg'ambar alayhisolamdan sahobalar zina haqida so'ragan vaqtida Payg'ambar alayhisolam ularga shunday deganki, bu zina degan Alloh harom qilgan, Allohning rasuli harom qilgan narsa. Ammo bir odam o'zining qo'shnisining ayoli bilan zina qilsa, bu boshqa ayol bilan zina qilgandan 10 hassa, balki uning ig'ir hassa gunoh, ya'ni 10 hassa gunohi kabira sanaladi, zinaning gunohi yeziladi degan. Demak, biz bu vaqtda qo'shnilarga nihoyat yaxshi muomala qilishimiz va qo'shnilar haqida biz shunday ko'zimizni yumishimiz, ularni satr qilishimiz, bu qo'shni bilan xuddi bir oilaga o'xshash inoq o'tish islomning ruhi. Yani bu masalada bizning xalqimiz bilmadim endi ba'zi ishlardan oddiy qaraydigan, qo'shnilar bilan yaxshi o'tmaydigan, haliqidek ancha-muncha ba'zi ishlar bilan qo'shnilar bilan inoq o'tmaydigan, hatto bizning uyga tamg'i miqqaqding deb urushadigan, ballam bilan urushibdi deb ancha-muncha kichik bolalarni o'tirib kelib urushadigan, ayollar davomli jidal majra qilishadigan ishlar bor. Bu hammasi islomning ruhiga zid va insonning ruhiga zid. Bu haqda biz musulmonlar haqiqiy turda bir islomiy jamiyat, yaxshi bir jamoat shakllantirishni, bir inoq bir jamiyat qurishni xohlasak, biz qo'shnilarchilikqa ahamiyat berishimiz va qo'shniga yaxshilik qilishimizni islom tavsiya qiladigan, balki insoniyatda eng muhim masalalardan birisi, hatto dinga da'vat qilishdimi asosli xalqlik rol o'ynaydigan masalalardan birisi deb qarayman. Şu anda bu qo'shnilarchilikning o'rni bu qadar yuqori ahamiyati cho'ng islomda. Şu anda biz ba'zi ketgan taraf ketdi. Bundan keyingi bu qo'shnilarchilikni o'tishimiz, bu qo'shnilarchilikqa yaxshi muomala qilib, qo'shnilarning ko'nglini o'zimizga moyil qilib,
yaxshi yarışıp yaxshi o'tishimiz uchun qanday tavsiyalar bor? Endi shu qo'shnilarchilikqa ahamiyat berib, qo'shnilarning ko'nglini og'ritmay, qo'shnilarning ig'irligini ko'tarib, zodi men bu qo'shnimga yaxshilik qilishim men uchun bir ibodat. Men bu qo'shniga har qancha ig'irlik bo'lsa men ko'taray, ammo qo'shnilarga ig'irligimni samay, qo'shnilarga yomon ish qilmay degandek biz bir buni islomiy nuqtai nazardan ve insani axloq nazaridan qaraydigan bo'lsak, bu qo'shnilarchilikqa qo'shnilarga oid aniq o'tib keladi. Shu sababdan ham qo'shnilarchilikda qilishga tegishli ko'p muhim masalalarni boshlama deb o'tdik. Yana qisqacha ta'kidlaydigan bo'lsak, qo'shnilar bilan yaxshi o'tishimiz lozim. Qo'shnilar har qanday bir holda ehtiyoji bo'lsa, mayli ular iqtisodiy jihatdan qiyinchilikda qolsin, mayli bir qarzga tushib qolsin, bularga albatta biz imkoniyatimizning biricha bu qo'shnilarga yaxshilik qilishimiz, ularning qiyinchiligini hal qilishimiz lozim. Bundan keyin qo'shnilarga azor beradigan har qanday ishdan yiroq bo'lishimiz lozim. Qo'shnilarning uylariga masalan ancha-muncha oyda yilda bo'lsa-mu, bir faqatlam xolisani ziyorat uchun kirib chiqib, asini ziyorat qilib qaydan deb kirib bir yarim soat o'tirib chiqishimiz lozim. Kasal bo'lib qolsa yo'qlash, bosh degandek eng muhim masala zodi biz qo'shnilarning sirlarini saqlash. Xususan diyorimizda avvalgidek diniy ta'lim tarbiya ishlari cheklangan bo'lg'achqa ba'zi qo'shnilar o'zining uylarida bolalarini o'qitadigan, bir diniy suhbat qiladigan bunday ishlar bo'lib qolsa, endi mushuningga imkoniyat bor o'zining hassi qo'shib, ularga yordamlashib, ularning shu o'qitayotgan bolalar qarta biz qo'limizdan kelishicha yordamlashishimiz lozim. Balki ularning sirlarini saqlashimiz lozim. Hukumatning bilib qilishini biz uningga yordamchi bo'lishimiz kerak. Ammo aksicha qo'shnilarning uyida bola o'qib ekan, men buni chekib qo'ysam yoki hukumatga yetkazib qo'ysam, menga bir manfaat keladi deydigan bo'lsak, bunda qo'shnida iymonmi yo'q, vijdonmi yo'q, insoniyatmi yo'q. Shu sababdan bu qo'shnilarchilikning hukmiga oid ulug' qo'shni haqiqatan o'zining qo'shnisidan hamma tarafdan amin xotirjam bo'ladiganda inson o'zining qo'shni haqqini ado qilgan bo'ladi. Masalan bir hadisda o'ziningki qo'shnisining amin bo'lmaganda mu'min bo'lmaydi. Rasululloh mu'min bo'lmaydi, mu'min 3 qadam takrorlagandan keyin sahoba kiram ya Rasululloh kimni demoqchi deganda qo'shnisi uningki xatirdan amin bo'lmaganda mu'min bo'lmaydi degan hadis bor ekan. To'g'ri, bu haqiqatan yana biri bu qo'shnilarchilikni ko'ngilni tutishning eng muhim bir chiqim ketmaydigan yo'llardan birisin debdim yadi. Masalan bir salom bilan avval boshlash. Bir qo'shnimiz bizga yomon muomala yoki yomon ko'zda shayton bormi o'tirimizda. Bizni yaxshi ko'rmaydigan yoki bizga gumon bilan qaraydigan bo'lsa, biz uning bilan ikki qatim illiq bir salomlashgandan keyin o'tirdiki shaklar ketib, do'stlik nimasi boshlanadi ekan. Shunga avval salom bilan boshlash, shu qo'shnilarimizni ko'rsak tabassum chiroyi muomala qilish va boshqa yana chiqim ketmaydigan oddiy usullar, ammo qo'shnimizningga uni qo'y o'tirib ko'ngli ag'andimi bakroq qutlaydigan shunday ishlar bor. Buningga do'stlarimiz ahamiyat berib keladigan bo'lsa, inshaalloh qo'shnilarchilik bo'lgan o'zimizningki Allohga yaqinlik izlash, bu taqvolikningki yuqorida Alloh buyurgandek Allohga ibodat qilinglar, qo'shnilarchilikqa yaxshilik muomala qiling deganiga amal qilishimiz uchun avval biz shu qo'shnilarimizga salom qilish, illiq muomala qilish, ular bir sirtdan bir narsa ekansa, men bir yordamlashaymi, xizmat kerakmi deb turish, ularningki musibat etgan bo'lsa, uning azosiga uning tasalli berish, xursandligiga tang ishtirok qilish orqali qo'shnilarchiligimizni yaxshilab ketgan bo'ladi deb qarayman. Yana oxirida bu vaqtda sizlarga boshqa bir vasiyatlar olsa qisqasak. Endi qo'shnilarchilikda boshqa asosan deyishga tegishli gaplarni hammani degan bo'ldik. Siz degandek zodi qo'shnilar bilan munosabatni yaxshi qilish uchun salom soatini yaxshi qilishimiz lozim. Davomli shunday salom qilishib, salom berishib, yo'qlashib qo'shnilarni endi qisqasi biz o'zimizning bir oilaga shu ko'paytirilgan yoki cho'ngaytirilgan bir oila, mayli bir binoda qancha odam o'tirgan bo'layli, buning hammasi bizning qo'shnimiz deb bilishimiz lozim. Hatto ba'zi ulamolarning deyishicha, ya'ni biz bir mahallada o'tiramiz,
ma tarafimizda bir qancha bino, ma tarafimizda bir qancha bino, hatto qo'shna desa, shu o'ng tarafdan, so'l tarafdan 40 uyga bag'isha hammasi qo'shnilarchilik kiradi deydi. Hozir u 40 uy emas. Biz ikkinchi uy, uchinchi uydagi odamlarni bilmaydigan bir ahvolda yashayapmiz. Yani bu İslamning ruhiga zid. Shunda bo'lgan ekan, bir mahalla tutqanlar yashaymiz, salomlashib, atrofimizdagi qo'shnilarning ismlaridan tatib bilishib, ularningki her qanday bir ishlari bo'lsa, biz faol qatnashib, endi insonning xushalligiga o'ychan emas, xususan insonning beshiga musibat kelganda, biz qo'shnilarchilikni qila olsak, shunday bir uydan musibat chiqsa yoki bir ofat qiladigan musibat bo'lgan ish bo'lsa, albatta ularga boshsog'likka tilab, ularni yo'qlab, ularning jinosiga bir qatnashib qilishimiz bizning haqiqiy qo'shnilarchiligimizni kuchaytiradigan masalalar. Yani bu onda şaxlab ketsak ko'p. Qisqasi biz haqiqiy bir yaxshi qo'shni bo'lib o'talisak, biz o'zimizning islomimizni, iymonimizni bir takomillikka ilib borgan bo'lamiz. Ahvol shu. Rahmat. Hurmatli qarindoshlar, programmamizni bu yerda oxirlashtiramiz. Ko'ngil qo'yib anglag'ininglarga rahmat. Yana qayta uchrash umidi bilan hammalarni Allohga topshirdim. Xayr va salomat bo'linglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.